Toshkent yo'llari o'ziga xos xarakterga ega shahar. Tirbandlik, keskin manyorlar va tor ko'chalar. Bu yerda xavfsizlik qog'ozda emas, amalda muhim. Bugun Haval H6dagi ADS tizimlarini favqulodda tormoz berishdan tortib, harakatlanish yo'lagini ushlab turishgacha hammasini sinovdan o'tkazamiz. Qani ketdik, ko'rinmas hudud. Siz jon oynaga qarayotgan paytda oldindagi boshqa bir avtomobil keskin tormoz berdi. Avtonom favqulodda tormoz berish tizimi odamdan tezroq reaksiya bildiradi. Favqulodda tormoz berganda avariya signallari avtomatik yoqiladi. Toshkentning tor ko'chalari haqiqiy sinov. Bu yerda favqulodda tormoz berish tizimi past tezlikda ishlaydi. U siz ko'rmagan hududda payqamay qolgan to'siqni xoh u baland bordyur, xoh tashlab ketilgan velosipedni ko'radi. Haval H6 shunchaki qulay crossover emas, balki ikkinchi haydovchingiz. Undagi xavfsizlik tizimlari xalaqit bermaydi. Aksincha, kerakli payt yordam beradi. Lekin yodda turing, elektronika faqat yordam beradi. Rulda esa baribir o'zingiz bo'lasiz. Dilerlik markazimizga tezroq yoziling va bunga o'zingiz amin bo'ling.